Adam avtobus kuzatuvchilarimiz uchun 3-4 nomerimiz bo'yicha ma'lumot beramiz, lekin buni tarixi zo'r bo'lgan aka. Juda ham kuchli. Saidjon akam o'zlari hozir mana Rishtondan keldilar. Saidjon aka necha yildan beri bizni kuzatasiz ijtimoiy tarmoqda? 5-yil ketyapti aka. Mashaalloh, biz 5 yildan ashaddiy bu bitta bu joyda hozir birinchi ochatda mana shu arzimas bo'lsa ham shu bizni sohotimiz Adam avtobusidan sizga alohida bitta padarka. Endi mijozlarimizga, hali bizni ijtimoiy tarmoqda ko'rib kuzatib turgan obunachilarimizga ham qiziqda bu. 3-4 qanchaga sotildi, qanchaga oldingiz? Xudo xolasa 7 millionga bo'ldi. 7 million so'm. 7 million so'mga. Ma'qulmi? Albatta 0 dan 100 gacha ishim bitdi. Azakam o'zlari yugur-yugurlarni qilib bitirib berishdi. 5 yil oldin niyat qilgandim, mashina olsam, birinchi bo'lib ashta Adamavsga borib, azakamga iltimos qilaman, shu ishimni tezroq bitirib berishlarini. Keldi, mana 1 soat 2 soatga qolmasdan 0 dan 100 gacha ishim bitdi. Kattakon rahmatimni polni umumiy jamoa qizlarga, ishchi xodimlariga va birinchi navbatda muomala juda ham zo'r. Qatnashingni aytib o'tgandek. Gap yo'q. Xizmatlarga gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat kattakon. Salomat bo'lsinlar. Men halinda gaplashdik-ku sizga. Niyat qilib yurishgan ekan, shu bir necha yil oldin Xudo xolisa mashina olsam deb. Allohning fazli bilan mashina. Alloh taolo bir o'g'il farzand beribdi va tug'ilgan kunlari ham o'sha kunga to'g'ri kelib qoldi. Mana raqamlar ham nasib qilgan. Raqam bir kun oldin yetilib qoldi. Salomat bo'ling. Endi biz sizga xizmat ko'rsatib berdik. Tonirovka ruxsatnoma 2.750 ming so'mdan va 120 ming so'mlik bez ограничение sug'urta qilib berdik. 80 ming so'mdan sizga amalga oshirib berdik. Mana shunaqangi yaxshi kunlaringizda biz har doim xizmatdamiz. Albatta. Obunachilarimizni ham kutamiz. Kelinglar. Biz nafaqat Farg'ona viloyati bo'ylab va butun respublika bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Saidjon aka, sizga yana bir bor rahmat. buyurib nasib qilsin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat. Rosa xursand bo'ldim. Rahmat e'tiborchi. Rahmat. Bekorga aytmagan, sani niyatlaring amallarga bog'liq degan, mana kun kelib niyatimiz amalga oshdi. Rahmat aka. Rahmat yana bir bor. Sog' bo'ling, rahmat.